Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarda grija, osteoxondroz, protruzia bo'lsa, boshda og'riq, davleniya, qo'lda og'riq, uyushish, oyoqda tortishish, qaqshash, og'rish agar bo'ladigan bo'lsa, belda og'riq, umuman orqa, kurakda orqa, umurtqa atrofida og'riq bo'ladigan bo'lsa, umurtqangizda problema bor. Bu albatta grija bo'lishi ham mumkin, osteoxondroz bo'lishi ham mumkin, protruzia bo'lishi ham mumkin. Umumiy qilib aytganda, umurtqa qisilishi sizlardan bor yo'g'i 20 minut, 15 minut vaqt talab qiladi. Bor yo'g'i sizlardan 15 minut, 20 minut vaqt talab qiladi. Barchasidan qutulasiz. Aytganday, sizlar uchun qo'shimcha hijoma xizmatlari ham mavjud.